Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Sharq Turkistonda bir qism yezi kanitlarning milliy alohidalikka ega yezi qilib bekitilishi diqqat qo'zg'amoqda. Washington pochtasi gazeti Uyg'ur bolalari madaniyat qirg'inchiligining qurbonlaridir degan temada maqola e'lon qildi. Iroqda Amerikaga qarshi million kishilik namoyish qilish chaqiriqi e'lon qilindi. Sog'lomlik haqida savod. Tövəndədə ixtiyanlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Xitay Washington'un 16 yanvar xəbərdə Xitay Dövlət Milli İşlər Komiteti əlaqədar bahalaş tələbiga binaən 595 yezi kəntini 3-cü türküm azsonliq millətlərinin özgəçə kənt deyə bahalab e'lon qilgan. Bunun içində atalmış Şinjan Uyğur Avtonom rayonundakı Qaramay, Toqsun, Kucha, Sanji, Örtala, G'ulja, Altay qatorliq joylardagi 25 yeza va Bingtuanga qarashli yezalardan ikkisi jami 27 o'rinni Xitoydagi azsonliq millatlar alohidaligiga yeza qilib bekitgan. Xitoy hukumatining nima sababdan bir qism yezalarning milliy alohidaligini saqlab qolishini bekitganligi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'amoqda. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda 2018-yildan boshlab atalmış go'zal oila qurilishi, atalmış ho'yla aramlarni tozalab, pokiz muhit yaratish qurilish qatorliqlarni qo'zg'ash orqali Uyg'urlarning an'anaviy turmush usulini o'zgartirish harakati olib borgan. Bu harakat bo'yicha yezi aholilarining ho'yla va uy ichidagi supalarining cho'g'ilganligi, milliychi nusxadagi naqshlarning elib tashlanib, uning o'rniga xitoycha masnaviy va panus taqash va sofa va karvat qo'yishning tashabbus qilinganligi oshkorlangan. Yuqorqi ahvolga qaraganda Xitoy hukumatining har qaysi nahiyalardan faqat bir qancha yezining milliycha alohidaligini sayohat o'rinlari sifatida saqlab qolib, xalqarani aldamoqchi bo'lganligi, qog'alarni butunlay xitoychalashtirishni ko'zlayotganligi faraz qilinmoqda. Bu vaqtda maxsus tadqiqot olib borgan chet ellik mutaxassislar bu harakatlarning 2017-yillarda boshlangan atalmış oilada turadigan kadrlar siyosati va lager tuzumi bilan bog'lanishli bo'lgan va shundaqla Uyg'ur milliy kimligini suslashtirish umumiy siyosatining bir qismi deb ko'rsatgan. Washington pochtasi gazeti tahrirat maqolasi e'lon qilib, Xitoyning atalmış yotoqliq maktablaridagi Uyg'ur bolalarining madaniyat qirg'inchiligining qurbonlariga aylanganligi, Amerika Davlat Majlisining Uyg'ur kishilik huquq qonunini tez ma'qullab, bu qirg'inchilikning javobgarlariga embargo yurgizishning yo'lini echish kerakligini bildirgan. Maqolada qayd qilinishicha, agar Sharq Turkistondagi bu vahshiylik tez orada xotimi berilmasa, butun dunyo Xitoyning bir rayoni jazo lagerini yo'l qo'yayotgan ahvolda, uning yana bir shaharda 2022-yillik qishliq olimpik musobaqasi o'tkazilsa bo'lamdi degan savolni so'rash kerak ekan. Washington pochtasi gazetining mazkur tahrirat maqolasi Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi Amerika Avam palatasida ma'qullanib, Kengash palatasida ovoz qo'yilishini kutib turgan Amerikadagi Uyg'urlar Kengash palatasining mazkur qonun loyihasini tezroq ovoz qo'yishini talab qilayotgan bir mezgilda e'lon qilingan. Mazkur maqolada New York vaqt gazetining yaqinda e'lon qilgan xabari naql keltirilib, Xitoyning Uyg'ur an'analarini yo'qotishga urinishining bolalardan boshlanganligi, Uyg'ur bolalarining ota-onalaridan ayirib etilganligi, ularning atalmış yotoqliq maktablarda menguyish obyektiga aylanganligi ta'kidlanib, Xitoyning plani bolalarning engidagi Uyg'ur tili, madaniyatini yuyib tashlab, uning o'rniga hokimiyat beshidagi kompartiyaga va Xitoy an'analariga bo'lgan hurmatini dastishtir deyilgan edi. Maqolada qayd qilinishicha, yaqin yillarda yaslilarga tizimlangan bolalar Xitoyning mamlakatlik o'rtacha saviyasidan 12 hassa oshgan bo'lib, bu ahvolni ularning ota-onalarining tutqun qilinib, lagerlarga qamalish keltirib chiqargan. Xitoyning Uyg'ur bolalari qarata ularning eng sezgur, mengisi eng yumron vaqtida madaniyat qirg'inchiligi va ijtimoiy loyihalash ilib berilayotganligi bildirilgan. Iroq Sadar harakatining lideri Muqtada Sadar Amerika Qo'shma Shtatlarining Iroqdagi mavjudiyatiga qarshi million kishilik namoyish o'tkazish chaqiriqi e'lon qildi. Muqtada Sadar ijtimoiy taratquv to'g'rida e'lon qilgan bayonotida Iroqning havo sohasi va egilik huquqining Amerika kuchlari tomonidan dafsanli qilinganligini bildirib, xalqni Amerikaning davlatdagi mavjudiyatiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazishga chaqirdi. Va mazkur namoyishdan keyin parlamentda siyosiy jihatdan farqli siyosatlarni o'tirib qo'ydiganliklarini qayd qildi. Biroq namoyishning o'tkazilishi vaqti to'g'risida ma'lumot bermadi. Iroqdagi Shia xalq qurolli kuchi Hashtush Sha'bning Badr brigadasi qo'mondoni Hadi Amiri Sadarning million kishilik namoyish o'tkazish chaqiriqiga ovoz qo'shilganligini bildirdi. Iroq parlamentidagi Ironga yaqinlik bilan to'nilgan Fath birlashmasining lideri bo'lgan Amiri yozma bayonot e'lon qilib, Amerikaning Iroq ishg'olini qabul qilmaydiganliklarini, davlatning quruqlik va havodagi milliy egilik huquqiga to'liq ega bo'lish kerakligini eskartdi. Sadr liderligidagi Sayrun birlashmasi parlamentda 54 parlament a'zosi bilan birinchi partiyalik, Fath birlashmasi 47 parlament a'zosi bilan ikkinchi partiyalik o'rnini saqlab kelmoqda. Iroq parlamenti 5-yanvarda jiddiy yig'in chaqirib, Amerika qatorliq Iroqda askar turg'izayotgan barliq chet el davlatlarining harbiy mavjudiyatiga xotima berishni qaror qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Morgan Ortagus bo'lsa, Iroqdan chekinishning Amerikaning kun tartibida yo'qligini bildirgan. Navbatda Iroqning o'xshash bo'lmagan joylaridagi 9 harbiy bazada Amerikaning 5200 atrofida askar bor ekan.
Nurg'un kishilar samovar sho'rpisi yeyish orqali sovuqni besishni yaxshi ko'radi. Mutaxassislarning eskartishicha, uzoq muddat ziyoda qiziq narsalarni yeyish odati eg'iz bo'shlig'i va hazm qilish yo'lini zaxmlantirib, eg'iz bo'shlig'i raki, qizil o'ngash rakiga giribtor bo'lish xavfini yuqori ko'tarishi mumkin ekan. Eg'iz bo'shlig'i shilliq parda kuyuk yarasi ko'pincha jiddiy yemaklik yeyishdan kelib chiqadi. Eg'iz bo'shlig'i shilliq pardasi eg'iz bo'shlig'idagi birinchi mudofaa liniyasi bo'lib, u yuqori temperaturga sezgur emas. Yemak-ichmaklarning temperaturasi 40 yoki 50 gradus bo'lsa-mu, ko'ygandek his qilmaydi. Ammo eg'iz bo'shlig'i shilliq pardasi qiziq ichidamaydi. Yuqori temperaturada osonlik kuyib qoladi. Eg'iz bo'shlig'i doktorxonasi jiddiy davolash markazining bildirishicha, eg'iz bo'shlig'i shilliq pardasi taxminan 50 selsiyadan 60 selsiya gradusgacha bo'lgan qiziqqa bardoshlik bera oladi ekan. Bir narsa yeganda qiziq his qilganda yemaklik temperaturasi odatda 70 selsiya gradusga yetadi ekan. Bu osonla eg'iz bo'shlig'i shilliq pardasi kuyuk yarasini keltirib chiqaradi ekan. Mutaxassislarning deyishicha, qiziqligi 65 selsiyadan yuqori yemakliklarni uzoq muddat iste'mol qilsa, eg'iz bo'shlig'i shilliq pardasi, qizil o'ngash shilliq pardasi hujayralariga buzg'unchilik qilib, eg'iz bo'shlig'i raki, qizil o'ngash rakiga giribtor bo'lish xavfini oshirib yetadi ekan. Qish faslida ziyoda qiziq narsalarni yemaslik, bexatar bo'lgan yemaklik temperaturasi 40 selsiya gradusdan 10 selsiya gradusgacha bo'lishi kerak ekan. Xabarlar bizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.